Assalamu alaikum, hürmetli qeyrindaşlar. Yaqin oyog'i shu vatandagi vaziyatniki bag'onsiri nacharlashishi sababidan har bir Uyg'ur desak bo'ladi, hammamizning beshiga og'ir kulfatlar kelyotidi. Har bir oiladan oz deganda 1dan 2dan 3dan 4dan, hatto ba'zi oilada hammasi degidek tutilib ketib, oilada qeyri cho'rlar yoki kichik bolalar qolib qolgan ahvol, ham yetim hisoblangan bu yolg'iz qolgan bolalar Xitoylarning tarbiyasida Xitoyning kiyimlarini kiyib, Xitoyning an'anasi, tarixi, kulturini o'rganib, Xitoylashib ketayotganligini ko'ryapmiz. Bu ish hammamizning degidek beshimizga kelyotidi. Mana bugun beshiga mushundoq kulpat kelgan bir qarindoshimiz bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum, singlim. Ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sharq Turkistonlik qarindoshlar, men Mahbuba. Singlim, oldi bilan ko'rilmaldagi o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sharq Turkistonlik qarindoshlar, men Mahbuba, o'zim Avstriya turma. Avstriya turvatganim 14 yil bo'ldi. Sizning hikoyangizni men bugun Facebookda bilgan bo'ldim. Sizning oilangizga og'ir kulfatlar kelibdi. Mushu ahvolni oldi bilan bizga bir tafsilroq deb bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men o'zim Sharq Turkistonning G'ulji shahridan, bizning oila azaldan Allohning dinida intayin mustahkam turgan bir oila. Biz 4 bola. Bu 4 bolaning ichida 3 qiz, üçümüzni ata-onam 4 elimizni oliy maktablarda o'qitib, bu 4imizning ichidan 3imizni chet ellarga o'qishlarga chiqargan. Shunda bir marhamatparvar oilaning qizi bolalari biz. Bular biz 3imiz sirtda, vatanda faqat opam, dadam, bir tal inim, bir yashnib qolgan momam 4 qolib qolgan. Biz chet elga chiqib ketgandan keyin ailemizga azdan ko'pdan ish qilib to'xtamay bir parakendchiliklar bo'libdi. Asos qatlamdan, saqchidan, yilidan yiliga kelib opamni savol so'roq tortib, dadamni savol so'roq tortib, inimni savol so'roq tortib, dadamni hatto bir qitimda akasi boshda azdan attigin akasi kashta kelib qo'yib, keyin 2 kundan 3 kundan to'g'izib elib, ashunda ahvollar yuz berib turibdi. 2016-yili biraz uyga saqchilarning kelishi ko'payib qolgan, meni so'rab, Norvegiyadagi singlimni so'rab, Saudiyadagi singlimni so'rab degandek. Inim bizga bek aniq emas, bir xil yapti gaplar bilan bildirib turadi. Bugun mehmon keldi, sizlarni so'rdi. Sizlarning undidan nomerlaringlarni o'z bilan baranglar deb berdim, deb shunday gaplarni aytdi. 2017-yili 4-oyning 13-kunigacha bundaq uyga kelib parakanda qilishlar, ashtaq bir kelib to'li so'rab, qachon keldi bolalaringlarni o'qish qachon bitadi degandek savollarni to'li so'rab parakanda qilishlar bo'pti. Taki 2007-da 4-oyning 13-gichilik mushunda bo'ldi. Mening ilim Adilcan, o bala elbette özününki şu en ahırkı qitim biz bu bala bilen 4-oyning 13 günü paranlaşqandık. 2 gündən keyin 4-oyning 2017-da 4-oyning 15 günü bu balani keçidi kelib əktibdi. Aşu nəgə ketkinim demepti, iş qilib keçidi tutub əktibdi. 4-oyning 16 günü ertesi etdigan səhər 4-oyning 16 günü apam bizga ündidarda yığılab turib iniq dalamidi. Fukanlarni Adilcan doktorxonaga kirib qoldi balam deb, ashunda deb xabar berdi. Bu xabardan keyin men bu bola saq 2 kunning oldida biz kamera ichib paranglashgan bola qanday doktorxonaga kirib qoldi deb tushunmay so'rab ketibdi.
Ama o doktorxana degeni şu tutub ketgan ekan doktor. Bu bala anankin bir aygacha hech qandaq nimsini bilanmadi uydagilar. Hech qandaq naga ep ketdi, nim şol hech nimani bilmay qoldi. Nim sababdan ep ketyapti, hech nimani bilmadi. Bir oydan keyin saqchi tarafdan mo qayadan kelganini bilmayman, bir odamlar uyga kelib, opam bilan dadamga balanglar mushu diniy nimalardan yengil zaharlanibdi. Şoňa biz bu balani tarbiyalashga avatdik, şu yerda davolanib chiqdi deb Muşunda dep apam bilan dadamning og'ziga so'ski sapdi menda aytganda. Şunu bilan apam xudoga shukr bu balani kesib etam deganda bir gunohlarni chaplab deb ansirgandim, kesib etmapti. Shu tarbiyalashga olib qo'yibdi deb judi apam. Anondan keyin tarbiyalashgan deb bizning biroz ko'nglimiz joyiga tushdi. Anondan keyin hech qanday uchur yo'q u baldan. Şu mahallimizki bir maliye mektep batdı, şu maliye mektebini tarbiyalash lageri deb o'zgartib ketgan şu yerga olib tiqqanligini bilaldik, o balaning ashad ekanligini bildik. Ondan keyin hech qanday xabar yo'q. 9-nji bu ish bo'lib, elimni tutib akir ketib 4 oydan 5 oydan keyin 9-nji oyning 2-nji kuni men opam bilan eng oxirgi qitim yetti muboraklab öndidarda kaltilan paranglashib oldik. 9-nji oyning 5-nji kuni opamni tutib akir ketibdi lagerga. Bu xabarni biz hech bilmaymiz, buni faqat shu birsi orqali bizga yetkazib berdi, opamlarni tutib ketdi deb. Opamni tutib ketgandan keyin bir oydan keyin bir xabar kelganchig'i bu nimani opanglarni dadamga xabar kelganchig'i ayolingizni biz tarbiyalashga olib qo'ydik deb xabar kelganchig'i dadamning biroz kayfiyatlari yaxshi, udul turmaga olib etmabdi deb. Biz dadam bilan bir oydan keyin bir paranglashgan. Opamni tutib ketib bir oydan keyin bir paranglashgan. Dadam shu chaqda xotirjam telefonda biroz kayfiyatlari yaxshi, shu opamning tarbiyalash kirib ketgan xabarini olganchig'i xil obdan gaplashgandi bizdan. Umuman bizning dadamiz bilan shu eng oxirgi qitim paranglashganimizga, shu paranglashgandan keyin dadamnimi 2 kun yo 3 kundan keyin akir ketibdi. Bu uchun shuning bilan amin Alloh akbar yo'q bo'ldi, uyda bir qeyrim momam qolib qoldi. Bu qeyrim momamga kim qarab, kimning qilishini bilmaymiz bu. Ondan şok bitti iş. Apam bachaqda kirketmagan chaqda ancha-muncha undidardi bizga uni buni deb turdi. Yaxshi yomon deb xabar berib turdi. Apam kirketgandan keyin dadam yo'q, shuning bilan dadamni kirketgan hech xabarimiz bo'lmadi. Ammo biz hech qachon bularni saqlab shu lagerga tiqdimi yoki nega tiqdi, hammasi qaysisiga ishongili bo'lmaydi. Tiqqan yerda tug'izib turib qanda gunohlarni atdi, Alloh o'zi bildi, ammo 20 yil kesib etgidek nima gunoh atdi, buning hech bir aqlim ishlamaydi. Mushu 6-oyning 29-nji kuni biz yana vatandan ushtum bir xabar oldik. Ikkilikli jumla yozilgan. Opam bilan Adiljon turmida har birisini 20 yildan kesib etdi ukam degan mush xabarni oldik. Ondan başqa mana barliq bo'lib o'tgan ish mushu. Agar Adiljon u bola bir universitetni o'qib bitirib o'zining ishini qilib hayotlik mashg'uloti bilan mashg'ul bo'layotgan bir bola. U bolaninki endi Allohning ko'ziga bekchilik qilgan yeri bu bola nihoyatda toat ibodatlik bola, taqvodor bola. Mening opam uyda faqat namozini o'qib tasvirni serib o'tgan bir oila ayoli. Bu mushundaq bir oddiy ayolga 20 yillik gunohni qandaq tepib chiqib atdi, buni men bilmayman. Bo'lgan ahvol shu. Mening dadam hozir lagerda dedi, ammo dadamni bu vaqtcha kasdimi, atdimi, bizga hech xabar kelmadi qo'ydi. Meni hozircha bildigan ahvol. Bu yerda siz bayda o'tdingiz. 3 yerda singilsizlar, chet elda ekansizlar, shundaymi? Oilangizning mushunchalar ig'ir kunga duch kelishida o'sha uchinglarniki chet elda bo'lib qolishinglarning bir sababi bo'ldimi bu orliqda? Menimcha shu boshqa hech bir qusur topolmaydi ular bizning oilalarni akirib so'laydiganga. Menimcha shu uchimizni bahona qildi menimcha. Orliqda masalan hammamizning besha qavatida shu chet elda bolalar bor oilalarga berib ota-onasini görev elib, agar balalaringni akammisang, seni solaymiz deydigan tahdidlar bilan ba'zi bolalar ota-onasiga chidamay qaytib ketib, yo'qolib ketgan, o'lib ketgan yoki kesilib ketgan ahvollar nihoyat ko'p. Sizlarning oilaga berib, mush ota-onalarga mushtaq tahdidni qilgan ahvol bo'ldimi?
Menimcha bundaq tahdidlar jiq bo'ldi, lekin bizning ota-onamiz bizga bu gaplarni deyishga petnamidi, demidi hech qachon buni. Faqatla har qaytam uyga mehmon keldi, sizlarni so'radi, o'qishinglarni yaxshi o'qinglar deydi. Unda da bu iningizni akirib ketishidagi asosli sabab nima? Dindan azroq zaharlanib to'laydigan gapi borki, iningiz taqvo bo'lamatdi, ya'ni diniy faoliyatlarga qatnashamdi. Yo'q, bu bola diniy faoliyatlarga qatnashmaydi. Bu bola faqat juma namozini qo'ldan bermaydigan, 5 vaqt namozini qo'ldan bermaydigan, taat ibodatliklar nayt aq ko'ngil yaxshi bo'ladi. Ham shundaqla shu bizningki ma'lidimi naytliqi tonilgandi bu balcha yaxshiligi bilan sal ko'zga ko'rinib qolgandi. Ammo diniy faoliyatlarga qatnashadigan undan nima qilmaydi? Ishkirga kirib chiqib, mashina savdosi bilan shug'ullanayotgan bolati bu. Siz oxirgi qatam masalan o'sha iningiz bilan ko'rishganingiz qachon esingizdami? Oxirgi qatam bu bola menga xuddi shu o'zininki tutilib ketadiganini tuygandek 4-oyning 15-i bu bola kechada tutilib ketibdi. 4-oyning 13-kuni menga kamera ochgan. Biz shundaq chiroyli, go'zal paranglashgan. Bu bola ömrida o'zininki 20 yillik hech gunohsiz odam albatta shunda o'ltirdiki, o'zining tutilib ketib, tutilgan payti 20 yil kesildiganligini mumkin emas xiyolga keltirmaganlik uchun shunda xotirjam hech bo'lmagandek o'tiribdi. Ashunda holatda meni kameraga chaqiribdi. Biz shunda go'zal paranglashgandik-da. Bu 4-oyning 13-kuni. Agar bu bola bir diniy faoliyat yoki bir narsalarni qilgan bo'lsa, u 2 kunning oldidan qochadigan yer topolmay bir yerlarda yurgan bo'ladi-da. O uyda xotirjam karotida yetib turib, hadisini kameraga chaqirmaydi bu bola hech qachon. Ondan boshqa ancha-munchalik diniy, masalan, jumaga berish, namoz qilishdan boshqa hech qanday ish yo'qdi, ya'ni hech qanday gunoh o'tkazmagan. Yo'q, hech qanday pasporti bordi, ammo bir qitim yo Turkiyaga, yo Dubayga, yo hech nega bir chet elga chiqib boqqan bola emas u. Mushundaq ahvolda, mushundaq bir hech gunohsiz bir bolaniki 20 yil kesilib ketishi. Bu aqlga sig'maydi. U balani 16 oy tarbiyalash markaziga solib oldi bular. Tarbiyalash markaziga soludimi yoki allburun turmaga tiqib bo'ldimi, hech nima bilgilmaydi. 16 oy o'tgandan keyin, anondan keyin hech qanday bizga agar demganmiz, biz bilmay qoldik-ku uni kesib Biz 20 yil kesib atdik degan xabarni oldik. 16 oy ashaga solab turib, qanda o'ydirdi, qaysi gunohlarni o'ydirdi, qaysi tuhmatlarni chapladi. Bir gunohsiz odamga 20 yillik gunohni chaplay olgan ekan, men boshqa agar gunohi bor deyilgan odamlarni nima qildi, men tasavvur qila olmayman bu kafirlarni. Allah. Osonlik bersin. 28 yoshlik pak-pakiz bola hayotida nishoni hammamizni turg'izib turib, shuning uchun kurash qilayotgan faqatli bir hayotlik nishoni 3 yillam harakat qilayotgan, taat ibodatini qilayotgan bir bola. Bulanchi o'g'ri, yana bijim emas, bir yana portlatayotgan odam emas. Hech qachon yoki biz to'rlarda paranglasak, hech qachon og'zimizdan bir eg'iz bir boshqacha gap chiqib ketib qolgan emas. Men tasavvur qilasiz bu ishlar. Bu inimiz o'ylanganmi-ti, oilasi bormi-ti? Batda bir qizi bor, 2 yoshga kirgan bir qizi bor. Ayoliga bir ta'sir yetmagandi u? Biz ayoli bilan bolasining nima ish bo'ldi hech nima bilmaymiz. Hech qanday bir aloqa yo'q hozir. Aloqa yo'q, ya'ni haqiqatan hozir hech qaysimiz aloqa qilmayapmiz. Hatto chet el bilan aloqa qilding, telefon qilding debmi aytayotgan jo'd holatda bu kafirlar hozir. Alloh osonlik bersin. Endi amin. Siz biz 3 hadis singil chet elda dedingiz, bir singlingiz Norvegiyadagi. Yana bir singlingiz nerede? Yana bir singlim Madinada. Aşağıda yaşayotganmi? Yo'da. Masalan, o singlingizning yo'ldashig'imi mushtaq ahvollar duchor bo'ldimi? Ya'ni mushtaq ahvollar yuz keldimi yo'ldashi? Yo'ldashining u bola bir Xitoyniki tizimligiga tushib qolgan yoki bir terrorist yoki bir xalqaro jinoyatchi sandab tizimligiga tushgan bir bola emas, faqat bir oddiy o'quvchi. Shu bolaning butun oilasini bu Xitoy tajovuzchi kafirlar butunlay vayron qilyapti. Dadasi turmada, ikki singlisini bo'lsa akir ketib ochib qo'yib, ular eng oxirgi qitim chiqqan vaqtida u qizlar butunlay
türmedagi qiyin qistaqdan shu qo'rqinish besimlarning dastidan sarangib qilib chiqibdi ekan. Ular butunlay aqldan ozgan holatda shu nerv yaxshi emas shu holatda chiqibdi ekan ular. Hozir ularning ahvoli qanday bilmaymiz. O balanınki ailəsinin müştə ahvalığa duş kelişimi asaslığı şu balanın çətəldə boğatqanlığı üçünmü? Məsələn, Saudi degan gap, dində oqatıdı degan gap, asasən din öyrəngəli bardı Uyğurlar o yerə. Şu dində oqatqanlığı üçünlə muşu günlərə qalğan deb qarashqa bolamdı. Shunda u bola qonunliq o'qishga chiqqan bola, shularning o'sha yerda ishlab chiqqan, shu yerdagi pasport bilan qonunliq yo'l bilan o'qishga chiqqan bola. Faqat shu islom universitetida o'qiyotgan bir o'quvchi bo'lganligi uchun onun ailesine vayron qilib bo'ldi. Endi ata-onangizga kelsak, endi bu onani bu holatni ko'rib, men ishim bek serildi. Nihoyat mehribon, oq ko'ngildagi chiroyidan chiqib turibdi. Onangiz necha yoshlarda bo'pti hozir? Apam 56 yoshda. Dadam 58 yaşta ama bu Xitaylarning ishlagan kimlik kartasida apam 61 yaşken dadam 65 yaşken amaliyotda apam 56 yaş. Apangizni iningiz bilan qo'shib 20 yil kesib o'tdi ya'ni. Apamni o'xshash 20 yil kesib o'tibdi. Endi bu oraliqda ozroq bir tunishtirib bersangiz, ota-onangiz vatanda nima ish qiladi? Mening apam oddiy bir oila ayoli, o'zi G'uljida dağlıq mashinchi, kiyim tikuvchi. Hammasi payzukra desa, hammasi to'naydi. Bizningki oilada mening buvam 2 yilning oldida o'lib ketdi. Ya'ni bu odamni dağlıq qori Qur'onlar imom adab 40-50 yillik bizningki shu mahallada 40-50 yillik imom bo'lgan odamdi. Ismi Habibullah Qori Hojim deb bizning bu oilami G'uljida ko'zi ko'ringan oilalarning birisi edi. Dadam oddiy bir savdogar, G'uljining Gelantir deb bir bozori bor, dağlıq shu bozorda oddiy bir do'koni bor, oddiy bir savdogar odam mening dadam. Ota-onangiz chet elga chiqib boqqanmi? Mening apam 2009-yili Avstriyaga kelib, bizni ko'rib 3 oy turib ketgandi. Andan keyin 2 yildan oldida o'sha Saudiyadagi singlimning tug'utiga qarash sababi bilan Saudiyaga borgandi. U yerda haj qilganmi? U yerda haj qilgandi. Shu haj mazgiliga to'g'ri kelib qilib, shu joyda haj qilib ketgandi uyga. Endi Xitoylarning fashist siyosatida hozir o'z oldiga, ya'ni Saudiyadagi yerga berib haj qilib kelishi qat'iy cheklangan bo'ladi. Bu onamizniki kesilib ketishida shu haj qilganligining sababi bormi sizcha? Menimcha men o'yladim, boshqa hech bir gunohni topolmaymanki, u ayolni uyda o'tirib namoz o'qib tasbih tatganiga 20 yil kesman desimi davrda bu kafirlar yuzsiz bo'lgandigan. Ammo men o'yladim, birdan bir bo'yniga atgan gunohi shu yerga berib haj qilding deb atdimki demas, shuni atib turib 20 yil kesdi deb o'ylayman. Endi hozir chet elda 3 bolasi borki, uning ustiga o'zi haj qilib kelibdi. Shu Xitoyga bir cho'ng bahona bu. Endi bizning diniy erkinligimiz butunlay qo'limizdan tortib elingan o'sha holatda haj qilish haqqimiz yo'q. Namoz o'qidim, namozda zaharlanibdi deb iningizni hech qanday gunoh o'tkazmagan, o'z yo'lda bir chiroyli yashab ketayotgan 28 yosh dedingizmi? 28 yoshli bola. Yosh bir bola ekan to'q. 20 yil. Va qo'rqinchli bir ahvol bu. Bu uchurlarni sizga kim yetkazdi vatandan? Bu bizga shundoq bir ishonchlik bir manbadan keldi, ammo men uni hozir desam, birdan bir menga xabar berayotgan adimi uni balog'i tiqolmayman. Agar afsus bo'lsa demang, abayqa suratda shu o'ndidarda uçur yetkazganda qiladi, uni suratda shunday chiqdi. Shunchalik Alloh sodiq bilan shu jinini alqaniq olib qo'yib turib, arallam yetkazdi. Bizda zo'r umidlarni kutib turib, shu 3 qiz ashada ops uchun, inis uchun bir so'zlamda ya nima ish qilsa qilib ish qilib bushlarning yo jazosini azroq olsin, yengil qilishga bir sabab bo'lib qoladi degan nima bilan shu avatpadi menga shu rasmlarni ham anaqdekin kelgan xatlarni shu. Ya Allah.
Hem de hazır benim bilişimde Uygurlarning mutlaq ko'p qismi bu undidarni ishlatmagan bo'ldi. Chunki biz bilib bilmay ishlatib qilib vatandagilarga nurg'un avorchiliklarni keltiryapmiz. Siz hozirmi qo'llanayapsiz undidarni? Men qo'llanmayman. Ha. Boshqa jihatda aloqangiz bormi? Boshqa usullar bilan vatandagi qarindoshlaringiz bilan? Boshqa hech qanday usul bilan aloqamiz yo'q. Bizning uylarning telefonlari nekam to'xtab ketgan. Boshqa hech qanday aloqa nimam yo'q. Ular ham qo'rqaydi biz bilan paranglashishdan. Endi singlim bu yerda ekranga chiqib ko'pchilikka so'zishimizda yana bir maqsad bor. Hozir xalqaro jamiyat Uyg'urlarning mush ichinish holatiga yaqindan ko'ngil bo'lyapti. Bizning siyosatchilarimiz, faoliyatchilarimizmi xalqaro organlar bilan ko'rishib, amaliy isbotlar bilan shularga Uyg'urning dardini yetkazyapti. Şu maqsadda bizmo ota-onangizning suratini chiqardik, ham 20 yildan kesilganligi eningizning suratini chiqardik. İnşallah bundan keyin biz mushundaq sizga o'xshash dodillik bilan ekranga chiqib, men bo'lgan ishni vatanda qarindoshlarimga kelgan kulfatlarni men anglataman. Deydigan qarindoshlarimizning hammasini bu ekranga chiqarishga tirishimiz, ham buni to'plab Muşu xalqaradagi bizdan isbot talab qilayotgan xalqaroliq tashkilotlar, organlarga yetkazib, amaliy isbot bilan Uyg'urning beshiga qanday kulfatlar kelayotganligini yetkazish orqali inshaalloh muşu har xil faoliyatlar bo'layotdi. Vatandagi muşu lager kamp deganlarniki taqilishiga ozroq bir to'hfimiz bo'lib qolsa ajab emas. Shunga bugun siz bilan bu suhbatni qilyapmiz. Mening bilishimda, mening atrofimda bundaq ahvollar nihoyat ko'p. Har bir Uyg'urning beshi kavatidi. Balkim siz yashayotgan Avstriyadagi atrofingizga boshqa Uyg'urlarning beshiga bundaq ahvollar kelgandi deyman. Keldi. Atrofimizda men taniydiganlarning orasida birisining xotirjam o'tirayotganini bilmaymiz. Eng oz deganda uydan 2dan, eng oz deganda 2dan odam kirib ketdi. Eng oz deganda birdan odam kesilib ketdi. Men hech bir adamim kirib ketmadi degan adamni anglab baxmadim tek atrofimdagilardan. Buningda siz biladigan alayda bir misollar bormi masalan? Men biladigan bir misol bor. Yaqin bir tanishimningki qarindoshi Türk vatandaşı bu bala sod qilgan to'q ishkirga berib Şükürnün ma'lum bir şehirden bu bala şu nima bilan tutuptu, kapırlar tutup, uttulgulcuq apırıydı bu balani. Uttulgulcuq apırıydı. Lager, türme 45 gün şu yerde tutup gelip, bu bala şu türmedeki olan, lagerdeki olan ki bütün bu Xitay tacavuzcu kapırlarının bütün peskeşliklerini, rezilliklerini, insan kelibinden çıkan, insanı Allah aziz yaratkan insanların horlaşlarını, bütün hemlimin öz gözüden körüp yaptım. Özüme hem muşuncu bala zalimnin muşuncu bala zulümünü köygen insan o normal halet kemeydi. Özüme hem şu halette bu kaptı bir normal halette. Ben bunu anladım. Lekin zor ümitlerini kıldım. Şu yerde şularınki horluqlarını bizden kan kıyırındaşlarımız can ciger yüzü nurluk anılarımız, dadılarımız her berna kız yigitlerimiz toşup ketipti da batıdı. Ettigende ekir kesse keşte ölüktek ekirip taşlap koyutken. Hatta başka vatandaş adamını muş özümüzün Uygur münafık galçıları sorak kılıp tutup hemen kılıdığaları özümüzün Uygur sakçılarken. Uladı bir insanlık diyen nesi yok ki şu balığımı biz seni sen başka yanın vatandaşı dep sen çok sözlep kalma. Biz seni öldürüp taşıversek, seni öldürüp kömüversek seni hiç kim bilmeye kaldı dep şunda tehditlerini saptı. An ahırda Allah'ın yardım bilen bu bala sağ salamet kutulup geldi başka devletinin vatandaşı boğalık için. Ama ben zor ümitlerini kütgettim. Endi bir tal şahit dostumu, tirik şahit Allah'ın yardım bilen tirik yinip gilelepti. Muşlu bütün halkara anıltıdığandı. Şu yerdeki bir zorluk zombuluklarını köygendikin insan uxlayamaydı ki onu öz gözü bilen ben köymey durup tasavvurum bilen sarağıp kalaydı vattım. Onu körüp gelgen adam qandaq bir gün
qanday xotirjam yashalaydi, qanday normal hayot yurgizalaydi. Shu yerda million xalq shuning ichida qiynalayotgan tursa, mening eng yurgimning og'riydigini bu millatning erkeklari, yosh erkeklari mush vatan uchun kurash qilgan, millat uchun kurash qilgan yosh erkaklar tushib shu yerda yotadi. Shularning hammani ko'zida ko'rib kelgan bu bola ovozini chiqargan men hech narsa anglamadim. Qanday normal yashalayotdi, bu zulmni anglatmay şu qeyrindoshlar uchun şu eg'zini ko'zini harakat keltirmay qanday yashayotdi, buni men tasavvur qilmayman. Bu balniki şu kadar ahvollarni ko'rib yana qutulib chiqishida asosli sabab uniki şu chet el grajdani bo'lganligi uchunmiki? Shu bo'lishi mumkin, bo'lmasa boshqa sabab bo'lsa uni shu o'tirib kompyuterda tabilam. Endi bunda misollarni boshqa yerda ko'rdik. Masalan, Qozog'istondagi qayrindishimiz hamma yerda isbotlab berdi. Uning xabari butun dunyoda anglatilyapti. Avval Erkin Osiyo radiosi anlatgandan keyin g'arb matbuotlarimi, cho'ng agentliklarmi buni ziyorat qilib, lagerninki ichidagi o'z ko'zi bilan ko'rgan ahvollarni dunyoga anglatdi. Aslida shu qayrindishimiz mumkin bo'lsa, shu qadar ichinishli ahvollarni ko'rgandan keyin chiqib mardonlik bilan so'zlagan bo'lsa, dappagan bo'lsa ko'rganlarni, o'sha bechara qon yig'layotgan xalqimizniki derdi ahuzar dunyoga yetgan bo'lsa, bize savob qilish bo'lgan bo'ladi. Xayriyat balkim ansiraydigan yerlar bordi, urug' tuqqanlarga ish kelishidan, ularni balog'at qilishidan ansiraydigandir. Men bundaqlarniki borlig'ini, boshqa yerdan borlig'ini angladim. Endi siz anlasam bolalarınız borki, bu vatanda kelgan bu qayg'uli xabarlar albatta normal bir turmushingizga qattiq ta'sir etdi deb o'ylayman. Tabii. Bir inson o'lib ketgan bo'lsa, uning sabri bizga boshqacha kiradi. Uning sabri boshqacha. Ammo bu normal bir turmada mushlar mayadikilarning turmusida bo'lsa, men yana bunda bearam bo'lmaydim. Bu yerdagilarning turmalari inson oliy maktablarni bitirib chiqa oladi. Ish qilganga hisoblandi. Ammo bu meningki inim, mening onamning nurg'un do'stlari, bir tal do'sti qolmadi desam, yolg'on bo'lmaydi. Butun atrofidagi do'stlaridan tortib mening opam kirketmagan vaqtida bizga bildiradi, palani qo'shna, palani hadan hammasi aşı tarbiyalashdi deb. Balkim shularning hammasini anglashimizcha bir yurishdan marka chaplagandek 20 yillikdan keskil turibdi-da, 20 yilga menda aytganda bu o'lcham bularga. Mening opam, mening inim bularla emas. Mening inimdek har barna yigitlar, mening onamdek oq ko'ngil her kız oğullarını yetiştirip çıkan anılar, dadılar türmelerde yetibatdı. Bu nesli insan bu haberini anlaganken bular normaldaki bir türmede yetibatmaydı. Bu dünyada hiç zalimlikte hiç kandak tengdiş yok. Xitay tacavuzçı kapırlarının türmesinde yetibatdı. Bu haberini anlagan vaxtımda ben bir pay oq bilan ikkilisini tangada yetibatgan bolsa, biz şu azaptan qutulgan bolsak, bularmı azap türmünün içerik iskenceler var, qiyin qıstaqlar var. Şulardan qutulgan bolsa da ben şunu arzu qildim. Mening inim, mening opam türmüge keskenlik bilan meningki menim o'xshash, bizning hayotimizni o'xshash vayron qildi. Ammo vayron qildim deb o'ylaydi. Albatta mening ko'nglim yerim bo'ldi, beoramman. Har bir qo'shiq tomoq nesam, iqqa deyman, yerimni tashlayman. Su ichib gelimga turib qoldi degan narsani men endi tushundim. Su ichsa geliga turib qoldi ekan insonniki. Qarindishingiz o'ylaysiz, onangizni o'ylaysiz. Bu qarindishimning texi yomon. Menga berayotgan azobi. Anamning texi yomon. Endi hozir tex men bilmayman, dadamning kelib qetlamdi bunaqa. Bizning normal hayot butunlay beoramchilik, hozir beoramchilik men buni hech qanday tasvirlab bermayman bu acını men. Bu hozir aniq bo'lgani onangiz bilan iningizni 20 yildan kesibdi. Dadangizning konkret ahvolini bilamsiz? Dadamning konkret hech qanday ahvolini bilmaymiz. Bechora dadam qaysi lagerda
qanda azapda ömrüde o adam shunchalik bir yuvash bir adamda bu dadam shu bir eski velosipedni minib biz 4 bolaga pul yig'ib oliy maktabda o'qitib chet ellarga o'qishga chiqarib yurgan qo'yning qo'zisidek yugash adam. Hech bizning yinimizga keladiganmi hatto kelmagan odamda shu shunchalik bir oddiy sattabek yugash bir adam bu dadam. Bu dadamning gunohi 4 bolani o'qitib 3-chatga chiqargan shu. Shuni otib kesdi o kapırlar. Hay Allah. Bu deptende insanga ko'rsatmasin Allah. Endi siz mush ahvollar bo'lgandan keyin men Facebookda e'lon qilganingizni ko'rib, bu singlimimiz oshkora maydonga chiqib, haqni so'zlashga qaror beribdi deb o'yladim. Siz bilasiz, bizning ishlarimizga ko'ngil bo'layotgan, izchil bizning gapimizni qilib kelayotgan xalqaro inson huquqlari organlari va boshqa, masalan, siz turayotgan davlatning hukumatlari va boshqa narsalar bor. Siz mush ahvollarni bir material qilib yezib o'z oldingizga, siz masalan balki Avstriya grajdani bo'lishingiz mumkin. Masalan, men Norvegiya grajdani, mening beshimga nurg'un mushta ahvollar keldi. Endi qoidada har bir davlatning o'z grajdaniniki haq-huquqlarini qo'g'dash bularning prinsipida bor. O'ylab baqdingizmi mush materiallarni to'plab berib xalqaro organlarga ya o'zingiz turgan davlatdagi hukumat organlariga bildirishni? Tabii. Men boshda bu xabarni olganda agar ro'yjatdan azoblanganning dasidan boshqa hech narsa kallam kelmadi. Ularni aytib etgan bo'lsa, bizga Alloh taolo o'limni o'lib bilishni gunoh qilmagan bo'lsa, men o'lib olgan bo'lsam qutulsam ekan deb o'yladim. 2 kun shu xiyolda yurdim. 3-kundan tortib o'yladim. Yo'q. Hargiz. Mening adamlam emas, mening inimlam emas, mening dadamlam emas. Manga nima uchun Alloh taolo bu yerda erkin yashashni ato qildi. Ularning beshiga tushdi bu sinoq. Ularning bu sinoqlariga mening qandoq muomalada bo'lishim bu men uchun sinoq. Menga bergan sog'lom badan, sog'lom aql, men buning hammasini shiltiman. Mayli mening dadam, anam, Adiljon inim, qarindishimning 20 yili bir pastga tushib qolsin, kapirdan uni hargiz umid qilmayman. Hech qanday organlardan hech nimani umid qilmayman. Men faqat o'zimning haqqi hurmatim uchun tirishquchi. Shu anam bilan dadam Adiljon turmada hargizmi og'zini ochib meni nohaq kesibatdi, meni 20 yil kesibatdi delanmaydi. Lekin men shular uchun so'zliguchi. Mening orzuyim men qo'limdan kelgan Allohning yordami bilan Allohdan tilayman, men butun shu osonlik yaxshi sabablarni berishni, mushlarning qiyinchiligi uchun butun ular mening onam yoki mening inim, dadam uchun emas, butun G'uljida, butun shu yerga kesilib ketayotgan qarindoshlarim uchun, butun hammasi uchun men qo'limdan kelishicha har qanday chora usulni sinab boqaman Allohning yordami bilan. Mayli uningdan natija chiqsin, chiqmasin, men sababini qo'g'itchi, natijani Alloh berdi. Maşallah. Hammamiz mushta bo'lishimiz kerak. Chunki ko'rib turyapmizki, mishada, masalan, G'uljiniki ko'chalarida bir videolarni chiqarib qo'yibdi, chet elliklar tatqan o'xshaydi. Vish adam qaynab turadigan G'uljining ko'chalari, avvat ko'chalarida odam qolmabdi. Yo'q qilyapti, hammasini yo'q qilyapti. Buningga inson qanday qarab tura oladi? Buningga yana nimadan qo'rqib qarab tura oladi? Ya'ni kafir yana nima qilib etishni orzu qilib tura oladi? Bir yosh bolani gunohsiz 20 yil kesvatsa, umr bo'yi erining tartiga suv qo'ygan bir onani hech nimadan xabar yo'q mendaq aytganda, uni 20 yil kesvatsa, inson yana nimadan qo'rqaydi? Qaysi balo qazoning kelishidan qo'rqib, og'zini ochmay jim turdi? Men buni tushunmayman. Mening tushunmaydig'im hozir bu biz Allohni so'yimiz deb da'vo qilamiz. Millatimni so'yman deb da'vo qilamiz. Ammo bu so'ygida biz rostchilma, bu da'voda biz rostchilma. Men qarindishimni so'yman, onamni so'yman, dadamni so'yman. Men ularni so'yganligim uchun bir harakat qilishim kerak. Shundaqmi yoki men bu so'yman deb turib harakat qilmay shularning iskanjida turib atqani sukut qilib turib
qilayotganlarga men buni tushunmayman. Bu qanday söygü zadi, bu qanday söygü, bu qanday vatan söygüsü, bu qanday Allah söygüsü. Zulümni haram qildi Allah Taala. Biz ko'ryapmiz shu zulümni. Xalqning beshiga kelgan emas, o'zimizning oilasiga kelgan, hatto oila a'zolarimiz, qon qarindoshlarimiz kelyapti. Shu qon qarindoshlar uchun so'zlamay yoshirib turganga men buni tushunmayman. Bu qanday söygü zadi. Qanday yaxshi ko'rishni ifodalash usuli buni tushunmayman men. Hakikaten şundak. Hem de vatanın turmusida yetip çıkanlar, sözlep bergen ahvallar var. Bu hakikaten bu Xitay insan emas, hayvan. Yani insan bilen hayvanın arasındaki bir gayri məxluq. Olarda rahimdillik degan narsa yok. Ular insan layaqtiki toşmaydı ki, ular insan degil olmaydı, ular hayvan mı degil olmaydı hatta, ular isim koyğul olmaydıgan bir məxluq. Normalde mesela ben hazır bir xalqara Avstriyadagi bir organga berip, apamni 20 yil kesibdi. Men Avstriya fuqarosi, inimni 20 yil kesibdi deyman. Nima uchun? 5 odamni o'ltirganligi uchun desam, bular ha o'ltirganlik albatta shunda bo'ldi deydi. Ammo men bularga berip hazır inim gunohsiz de, namoz o'qiydigan bola de, dot apam hashtigan de desam, bular albatta sen musulmon, sening namoz o'qish haqqing bor, sening ro'za tutish haqqing bor, sening haj qilish haqqing bor, sening qarindoshlaring bilan telefonlashish, o'zaro pul silish, bunday haqlaring bor, bunig'im kesib etamdi deb ishonmaydi. Men hatto buni ishondirammayman hozir mush holatda. Mundaq holatda. Hakikaten şundak biz bu atrofdagilarga doim deb turmiz, ammo bularga bir hikoya, bir xil o'ydirib chiqargan bir xil hikoyaliklar anlamini ishonmaydi. Qo'shnamga deb bersam, hozir nima bunday ish bor? Bu qanday gap? Bu bir logika tushmaydigan ish bo'ldi deydi. Ishondirmakning o'zi bir testda hozir buni. Hakikaten şundak. Ama biz shundoq amaliy isbotlar bilan ish bo'lmasa xalqaro organlarni ishondira olamiz. Ana shular bir doklat yozganda anandan tövendeki xalqlarni ishondigan bo'ladi. Masalan, Qozog'istondan chiqqan qarindishimiz o'zining beshidan o'tganlarini so'zlab berganda, uni inkor qilolmadi, uningga ishondi. Shunga bizning beshimizga mushta kunlar turib, biz bu yerda rohat yashayapmiz, hech besim yo'q, erkin dunyoda nafas olyapmiz, ammo vatandagi shu dappaguchilarning og'zidan anglasak, ko'z oldimizga keltirsak, haqiqatan kechlar uyqu kelmaydi. Gelimizdan g'izo o'tmaydigan olg'i kelib qoldi-yu, yana qo'rqimiz. Biz qo'rqmayli, taqdirimizga yezilib ketgan bu fojia baribir yuz berdi. Men hozir mishay chiqib so'zlamagan bo'lsam-mu, o'xshash opam bilan dadamni 20 yil kesdi. So'zlagan bo'lsam o'xshash. İnsanning taqdiriga yezilib ketgan narsani hech qachon to'sib qololmaydi. Mayli biz u zulmga qarshi harakat qilaylik yoki sukut qilaylik. Buni inson bilish kerak. Shundoq. Şuna biz o başka qarindoshlarimizniki kalısını silkirtib, o'ylashbaqini, yani men abay siz misol olganda qarindoshlarimiz bor mesela. O'zi kirib ko'rib chiqqan. Bir emas bir nechisi bor. Bir emas bir nechisi bor. Xilijiq bundaqlar. O'zi kirib ko'rib chiqqan. Ammo mishay chiqib Allohga martaba shukr, men qutulib qoldim deb beshinchi qilib yana chivindek yashaydi. Oyadaki bicharalar eshakni kunni ko'rib, nima kunlarni ko'ryapti, uning bilan chatiqi yo'q. Ya'ni ashuni ichishni xohlamaydi hatto. Yuz ko'zini o'rib elib, ovozini o'zgartib anglasi bo'laverdi. Hatto nurg'un amal choralari bor, uning yuzini echib qo'yib turib, hamma yerni qilishning hojati yo'q. Hamma yerni etib qo'yib turib qisi bo'laverdi. Ammo mushunchilik darajada menga mushunchilik darajada kontrol qilib ketgan. Bu benormallik bu. Tabii normal insan deganning erkinlik intilishi bo'ldi. Haqqi hurmatini qo'g'dash intilishi bo'ldi. Bu bir benormallik deb qarayman men buni. Hamda bizning haqiqatan bak izlib ketganligimiz rost, ammo insonlikni yo'qitib qo'yganimiz yo'q. Biz yana Uyg'urning qini bor. Biz bo'rining avlodi deymiz-ku. Ammo ba'zi insonlarniki haqiqatan bir gap bor, ba'zilar hayot bo'lgani bilan, tirik yurgani bilan u o'lgan deydigan bir gaplar bor. Sen o'zing uchun yashasang, bir burda nening uchun yashasang, seni tug'ib, shu dunyoga akagan, seni yetildirgan ota-onang eshakning oyada kunni ko'rib olsa, shuni og'zingdan chiqarishni xohlamasang, sen qanday inson, qanday rohat yashay olaysan? Shu non gelingdan qanday o'tidi, suv qanday o'tidi? Qarindoshlarim, shunga dadliroq bo'layli. Hozir shu faoliyat qilayotgan qarindoshlarimizning deydig'ini yetarli isbot kerak bizga. Mana singlim siznikidek mana amaliy misollar, amaliy isbotlar kerak.
Şoňa men qarindaşlarymga deýdiginim, aramızda yani nurgun qarindaşlarymız bar sizge okşaş. Muştaq ahvallarni biladigan ispatlary bar, ama deyişni kalmaydigan, qo'rqadigan. Abay siz bir gapni to'g'ri dedingiz, qo'rqsaqmı şu, qo'rqmasaqmı şu. Hozir Xitoyninki tutqan yo'li nihoyat aniq. Bu millatni yo'q qilib o'tish yani. Tabiilam o'ttirdi ap-oshkor turibdi. Biz asli birdan-bir hamma ne'matni bergan Allohdan qo'rqishimiz kerakdi. Shu kafir biz qo'rqib titrayotgan shu kafirnimi bizning Rabbimiz Alloh yaratdi. Alloh shuni qil deb, shuning qalbiga solsa, o'lta chap deb solsa qiladi. Qilma desa qilolmaydi. Bu mushu bir nuqta unutilib kelyapti hozir. Bu kafir Allohni yaratdi. Alloh mushu biz qo'rqayotgan kafirni yaratdi. To'g'ri. Şoňlaşqa men mesela muşu sizning işingizni misal qilish orqali barliq qarindaşlarımga chaqiriq chiqaraman. Dadilroq burun qarindishim, agar mushundaq amaliy misollar bo'lsa, biz bilan aloqa qiling, ekranimizga chiqing. Agar chiroyim chiqmasin desangiz, mask taqib olsangiz bo'ldi. Chumbal tatib olsangiz bo'ldi o'zingizga. Ovozingizni o'zgartiradigan texnikam bor hozir. Ammo amaliy isbotlar bo'lsa qo'lingizda. Oshkorlang, xalqaro bilsin, atrofdagilar bilsin. Ya'ni og'zimizda desak, hikoya aytgan anglindiki, amaliy isbotlar bilan, rasmlar bilan, vatanda kelgan bayqiningdek puchurlar bilan va boshqa isbotlar bilan bu ishlarni isbotlashga tirishaylik qarindoshlar. Bugun mana sinimiz Mahbuba sabablik yangi bir isbotga erishgan bo'ldik. Buni sinimiz o'zim dedi, münasibetlik o'rinlarga o'z opirishga tirishirga, biz bu material qilib saqlab, shularni yig'ib, to'plab, masalan Amerikada Salih Xudoyor inimiz bilan Bilal Ibrohim Turkistoni shu qaror ma'qul etish uchun shu lager kamplarni taqaylaganga. Kongressmenlarning ishini chekib, hamsi bilan kirib ko'rishyotdi. Ularga ham mushtaq isbotlar kerak. Va boshqa tashkilotlarmi, masalan xalqaro organlar bilan ko'rishyotdi. Ularga mana shunday isbotlar kerak. Shunga bugun sizga ko'p rahmat aytaman. Barakalloh singlim, sizning shunday jasoratli bo'lib ekranga chiqib, ota-onangizning rasmi, iningizning rasmi, boshqa vatanda kelgan o'quvchilarni ko'z tutish orqali isbot berganingizga ham boya degandek mushtaq ahvol bor qarindoshlarimizni ekranimizga taklif qilaman. Oxirida deydiganingiz bo'lsa, singlim, oxirgi so'zingizni olsam. Mening birdan-bir deydiganim, beshinglarda mushunda kulpat bor qarindoshlar. Allohni so'yisizlar. Vatanimiz Sharq Turkistonni so'yisizlar. Vatanning bo'lishini orzu qilsizlar. Mushu Uyg'ur millatini so'yisizlar. Eng mo'yin bo'g'ini shu kulpatga uchirgan, zolimning qo'lida qiynalayotgan onanglar, dadanglar, hadanglar, singlar, akanglar, qarindoshlaringlarni so'yisizlar. Mushu so'yman degan da'voda jininglar chikasim rostchil samimiy bo'linglar. Bu so'ygini ifodalashninki haqiqiy vaqti mana keldi. Mushu ashlarning og'zi taqaq, qo'l puti kishanda, iskanjada, qiyin qistoqda. Sizlarning ochoq nima uchun? Buningni bir sabab bor, buni o'ylanglar qarindoshlar. Ay men so'yman degan inson uchun inson qurbonlik berish kerak. So'yman degan inson uchun inson dast turish kerak. Bumuz u qandoq so'ygi? Bu so'ygini ifodalashda rostchil bo'linglar. Qo'rqmanglar. U qo'rqatgan kafirni Alloh yaratgan. Allah bütün hammanimini ko'rib, bilib turibdi. Biznimi ko'rib, bilib turibdi. Biz qarindishimizning beshiga tushgan sinoqda qanday muomalada bo'lyapmiz, buni Alloh bilib turibdi. Ularning qiyinchiliklarini ko'rib turibdi. Qarindoshlar, yig'ib aytganda, mushu so'yman degan so'yguringlarni ifodalashda rostchil bo'linglar. Sizlar qarab turib bu so'ygu bilan so'yguni ifodalab bo'lolmaysizlar ularga. Shu zulmda, lagerda, turmadagilar uchun ağzınlarını içinglar, şular üçün sözlanglar, bildiringlar. Sizlar yig'lab o'tarsanglar, uyda bu beshinglarga nim zulm keldi bilmaydi. Allah zulmni haram qildim dedi. Bu haram qilgan zulmga biz mashahat yashayotganlarning harakatimiz bilan, ko'zimiz, putimiz, og'zimiz, pul milimiz, bütün hamma nimamiz bilan qarshi turish imkoniyatimiz bor. Qarindoshlar, bu so'yguringlarda, bu davoringlarda rostchil bo'linglar. Shuni demoqchiman. Ko'p rahmat singlim. Oxirida şu vatanda zulm chekayotgan qarindoshlarimizniki tezroq shu zulmdan qutulib chiqishini Allohdan tilaymiz.
Hem sizning turmuşunuzga xotirjamlik tilaymiz. Diningizga salomatlik, oilangizga baxt tilaymiz. Sizga ko'p rahmat. Xayr, Allohga emanet. Allohga emanet, rahmat sizga. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata-anang telmürib, gözleriga yaş ile, süygünün tenha kaldı, kollarını şinletip, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi shumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishga etolmay, ne pishirding tantirab, texi uyga yetolmay. Duo qilib so'raylik Allohdan omonlikni, yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. Namın ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirni omonlig'ini tilayman.